kimga zakot beriladi? Oddiy, mana bilamiz Qur'onda 8ta deylik toifa aytib o'tilgan, lekin hozirgi paytda faqirli bor, miskinli bor, qarzga botganli bor. Qarzga botganli bor, boshqalar deyarli yo'q. O'shanga hozir juda ancha vaqtimiz o'tdi, o'shanga biz ularda hozir to'xtalmaymiz. Kim u miskin va kambag'allik? Kimga qaranglar, juda muhim ikkita narsa. Zakotda ikkita narsa juda ham muhim. Birinchisi, zakotni to'g'ri hisoblash. Taxminan, primerni, o'rtacha hisoblash degan narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. Zakotda unaqa narsa yo'q. Zakot bu aniq narsa. Aniq narsa. Masalan, namoz o'qiyotganda taxminan o'qiyman demaydi-ku, to'g'rimi? Yoki masalan, injener taxminan bir men shu fundament qo'ydim demaydi-ku, taxminan. To'g'rimi? Zakot ham xuddi shunaqa. Zakot bu matematika. Tak, muhabbat bu tuyg'u emas, muhabbat bu ish. Xuddi shunaqa ham zakot ham bu matematika. Поэтому zakotni to'g'ri hisoblash kerak. Ikkinchisi, bu zakotni to'g'ri insonlarga berish kerak. To'g'ri insonlarga. Bizda afsuski, ko'p ko'raman, bizda shu yaqinlarga beradi, lekin ular zakotga loyiq emas. Emas, bu deganiki bu sadaqa ustida ketaveradi, lekin zakot qarzi qolib ketadi odamning bo'ynida. Bayram kimga beriladi desanglar, bu miskinlar va kambag'allarda, fuqaro masakin deydi. Ya'ni bu daromadi yoki mulkga ega bo'lmaganlar. Ular daromadi ham yo'q, mulki ham yo'q. Mulki ham yo'q, daromadi ham yo'q. Bu deganiki juda ham kambag'al odam yoki daromadlari va mulklari minimal asosiy ehtiyojlarni, ya'ni uy joy, oziq-ovqat, tibbiyot, ta'lim qondirishga to'liq yetmaydiganlar. Ya'ni bu nima degani? Bu deganiki odam, oila bor, mana oila oddiy yashaydi, eng oddiy yashaydi, lekin agar o'sha oziq-ovqatiga pul bo'lsa, anaqasiga lecheniyasiga pul yetmaydi, lecheniyasiga pul topaman desa, bolalarini o'qishiga pul yetmaydi, bolalarini puliga bolalariga pul to'layman desa, o'qishiga kvarplatasini to'la olmaydi, qarz oladi. Mana shunaqa odamlar asosiy ehtiyoj. Chunki nima? Xudo bizani hammamizni nima? Izzatda yaratgan. Xudo bizani hammamizni izzatda yaratgan va bu izzat pulga qarab qolish mumkin emas. O'shanga boylar shunaqalik yordam berish kerak. Nima uchun? Ularning izzatini tiklash uchun. Odamlarning izzatini tiklash bu bazaviy prinsip hisoblanadi. Поэтому bu yerda hamma biladi. Mana shunaqa odamlar bor, oilalar bor. Shu bazaviy asosiy ehtiyojdagi yetmaydigan. Uni bo'lsa, buni uni bo'lsa bunga yetmaydi, unga bo'lsa bunga yetmaydi. Asosiy narsalar. Men aytmayman bu yerda Dubayda yoki Turkiyada dam olishga pul yo'qligini aytmayman. Так что bu tushunarli, bu tushunarli. Endi qarzga botganlar halol narsani sotib olish uchun olingan qarzli uni to'la olmayapti. Уже bu qarz qanaqa? Yoki joriy yoki просроченный qarz. Yoki ma'qullanmagan narsadan sotib olish uchun olingan qarzli va qarzdor tavba qilgan bo'lsa. Например, oddiy kreditni olgan, protsentli kreditni olgan, lekin pul yetmayapti, yopish kerak. Albatta yordam berish mumkin unga, agar o'zi yopa olmaydigan bo'lsa. O'zini mulki yo'q. Mana qaranglar, joriy yoki muddati o'tgan qarzda. То есть kelajakdagi qarzni emas. Masalan, sizda ipoteka bor, 26-yilda, 27-yilda men to'lashim kerak, menga zakot ber desanglar mumkin emas. Chunki bu kelajak. Yo'q, sizlarda уже qarzingiz bor, to'la olmayapsizlar buni, to'la olmayapsizlar. Yo'q, sizlarda mulkilar, yo'q, sizlarda, например, nima degani mulkilar yo'q? Uylar bo'lishi mumkin. Kichkina uylar bo'lishi mumkin, например, lekin undan tashqari boshqa mulkilar yo'q. Yoki mashinanglar ham bo'lishi mumkin, lekin sizga mashina kerak. Boshqa hech nimalar yo'q. Qarzdor o'z aktivlarining hisobidan bu qarzlarni to'lashga qodir emas. То есть bu deganiki nima? Qanaqa odam? Bu krutoy tadbirkor emas. Yo'q. Bu oddiy inson. Например, ko'plar men bilaman, kvarplata uchun, lecheniyasi uchun, kontrakt to'lash uchun olgan. Mana shunaqalarda qarz olganda to'la olmayapti. O'shalarga yordam bersa albatta bo'ladi. Bu shu zakotga naqasiga kiradi bular. Kim zakot ola olmaydi bizning Hanafiy mazhabimizda? Turmush o'rtog'iga mumkin emas berish, bolalarga, nevaralariga berish mumkin emas, ota-onasiga va buvasiga, buvisiga mumkin emas, musulmon bo'lmaganlarga mumkin emas, boy odamlarga sadaqa tashkilotiga bersangiz, uni albatta tekshiring. Ular aynan zakotga taqsimlaydimi, yo'qmi? Va zakotga taqsimlasa, ularda ulamo yoki olim qanaqadir shu zakotga taqsimlashga ruxsat, o'sha siyosati bormi, yo'qmi? Вот, endi kes o'tishga biz bugun vaqtimiz yo'q va shu bilan biz bugungi vebinarimizni tugatamiz.
Yana bir marta aytaman, asosiy maqsad nima deydi? Zakot bu uchinchi ustunimiz. Zakot bu juda ham muhim majburiyat va bu bilishimiz kerak, zakot to'lovchilar bu kimgadir biz yaxshilik qilmaymiz bu yerda. Bu zakot, bu bizlarni qanaqadir bir, bu biz o'zimiz muhtojmiz zakotga, chunki zakot orqali bizlarni nafaqat qalbimiz, nafsimiz yoki bizlarni mulkimiz poklanadi va mulkimizni saqlaydi. Bu saqlaydi, zakot bizlarni mulkimizni saqlaydi. O'shanga zakotni o'rtacha ehtiyot bilan hisoblanmaydi. Bu sadaqa emas. Bu sadaqa emas, bu zakotni hisoblash kerak. Bu bitta narsani bilishimiz kerak. Biz xursand bo'lishimiz kerak. Kim zakot to'laydiganlar xursand bo'lishi kerak. Chunki qancha oramizda zakot to'la olmaydiganlar bor. Qanchasi zakot, man boy bo'lsam deb zakot to'lasam deganlar bor, lekin puli yo'q, imkoniyatlari yo'q, ko'pchilik viloyatdan kelgan, qiynaladi. O'zi ko'p shahar, katta shaharda juda ham qiyin, ko'pchilikka qiyin. Особенно viloyatlardan kelganlarga juda ham qiyin, chunki katta shaharlarda man o'zi har xil joylarda ko'p bo'lganman, ko'p yashaganman. Bilaman, katta shaharlarda faqat muvaffaqiyatli odamlar e, gullab ketishi mumkin. Afsuski, mana ko'pchilik ko'ramiz, juda ham qiynaladi. O'shanga bizni nima deydi, bizni yordam berishimiz kerak. Bizni mana jamiyat o'sha bilan o'shanda mana oddiy odamni boyligi qarab ularga hasad qilmaydi. Qachon biladiki, Xudo hammani har xil yaratgan. Kimnidir boy qilib yaratgan, kimnidir oddiy qilib yaratgan, kimgadir atilab boylikni bermagan, chunki biladi agar boylikni bersa buzilib ketadi. Buzilib ifloslanib ketadi, biladi uni boylikni bersa. O'shanga lekin boylar o'sha oddiy insonlarga pulini bersa, o'sha zakotini bersa, ular bilan bo'lishsa, jamiyatda adovat bo'lmaydi. Adovat bo'lmaydi. Jamiyatda hamjihatlik bo'ladi, mehr bo'ladi. Shunaqa qilib jamiyat kuchli bo'ladi. Aytim bizni zakot beraylik, zakot beradiganlar ko'payaversin va o'zimizni ham qalbimizni poklaylik, ham mulkimizni poklaylik, ham qanaqadir bir, chunki odam nima uchun keladi? Qanaqadir bir chiroyli ijobiy ta'sir qilish bu dunyo uchun keladi, dunyoga keladi va qanaqadir meros qoldirish uchun keladi. Boshqa narsa deb kelmaydi. Prosta bizni qanaqadir bir birovlarni ssenariylarini yashab, bizani umuman fokuslarimiz o'zgarib ketgan hozir. Juda ham o'zgarib ketgan. Lekin haqiqatdan agar olsak, dunyoga bizni ayni maqsad bilan kelamiz. Bir nima yaxshilik qoldirish uchun kelamiz va bir nima hayot bo'lganimizda yaxshilik qilish uchun kelamiz. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat. Xudo xolasa yana ko'rishguncha sog' bo'linglar.